Hurmatli O'zbekistonda qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanayotgan barcha fermerlar, mana biz Krasnodarskiy krayidan Samarqand viloyatining Payariq tumaniga 30 ga yaqin eng yuqori, eng sifatli urug'lik buğdaylarni olib kelib ekkanmiz. Shu sortlarda ichida hammaga tanish Alekseyevich, Bagrat, Graf, Stil 18, Yermolovka, Sistema navlarini ham olib kelganmiz. Biz hozir ayni paytda mana shu yerda Izmurt sorti ekilgan, buni o'rtacha hosildorligi 130 sentnerni tashkil qiladi. Mana shuni biz noyabrning oxirida ekkanimizdan keyin dekabrda boshlarida sug'orish tizimini qo'lladik. Sug'orish tizimini ko'rib turganingizda hozir sprinkler atrofida bu sistema 12 metr diametr atrofida to'liq suvni purkab beradi. Mana ko'ryapsiz, har 12 metrda отдельно sprinkler turibdi. Bu sug'orishimizdan maqsad qancha yomg'irlatib sug'orsak, g'allaning hosildorligi shuncha oshib boradi. Mana shu buğdayni tayyorlash texnologik sistemasida traktor bilan diska barana qilib yerni tayyorlangan. Tayyorlash jarayonidan keyin 110 kilo atrofida sepilgan bo'lsa, 150 kilo amofoz bilan ekilgan. Mana shu yerga birinchi oziqamiz fevralning oxirlarida yerning temperaturasi 12 gradus bo'lgan holatda karbamid bilan 150 kilo gektariga oziqlantirganmiz. Ikkinchi oziqamiz ammiachniy selitra, bu разбрасыватель texnikasi bilan mart oylarining o'rtalarida 150 kilogramdan sepilgan. Bundan keyingisi esa to'liq kimyoviy ishlov berdik. Bu kimyoviy ishlov berishimizda zangga qarshi, o'tlarga qarshi, gandamaklarga qarshi to'liq apreskvatellar bilan ximobrobotkalarda ishlarni olib bordik. Bizga mana shu barcha kimyoviy preparatlarni Bog'bon Agro marketi taqdim qildi. Keyingi qishloq xo'jaligi ishini bajarilishda biz iyunda 25-dan 1-iyulgacha to'liq yig'ishtirish, o'rim yig'imni davom ettiramiz. Hurmatli o'zbekistonlik fermerlar, siz eng yuqori, eng sifatli urug'lik buğdaylarning Samarqand viloyat Bog'bon kompaniyasidan to'liq xarid qilishingiz mumkin. To'liq ma'lumotlarga ega bo'lish uchun ekranda chiqqan raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.